Hammaga salom. Bu yana men sizlar bilan. Bugun yana sizlarga bir tovarimizni tavsiya qilmoqchi edim. Ya'ni bu именно aka-ukalarimizga, oilali aka-ukalarimizga. Bo'ydoqlarga mumkin emas. Tak bu bizda jenshen. Yana Koreyada jenshen hammaga va hamma dardga davo hisoblanadi. Jenshenni har narsa boshqa bir produktlar bilan qo'shib, ular har xil maqsadda foydalanishadi. Shular jumlasidan mana bunday drakon nomi bilan murskoy jenshenlarimiz mavjud. Bu bizga nima beradi? Hali ta'kidlagandek, aynan uylangan oilali erkaklarga, aka-ukalarimizga. Bu yana ham o'sha stressni tarqatadi. Stressni tarqatib, immunitetni ko'taradi va sizga kuch-quvvat manbai bo'lib xizmat qiladi. Bunda bu mahsulotda, ya'ni 15 xil foydali mahsulotlar tarkibi mujassamlangan. Bular jumlasidan agar-agar daraxti, именно o'sha qizil jenshen, yana qolaversa oxu deymizmi, bug'u shoxi. Shular jumlasidan yana qator 15 xil. Bularni masalan Google ga urib yoki o'sha o'zingiz bilgan chatbitiga urib tarkibini o'rganib chiqishingiz mumkin. Ko'rinishi mana bunday holatda bo'ladi. Bizda demak qog'ozi qanaqadir yana mahsulot brendimi nimasidir mana bunday ko'rinishda 60 ta. Mana bunday qutichalar 60 ta. Bular ichida o'sha mahsulot mavjud. Hozir bittasini ochib ko'rsatam. Antiqa tarzda ochilar ekan bu. Вот. Обычный вот жвачкadek nima deydi? Hajmda. Buni shunchaki og'izga solib chaynashingiz yoki shunchaki suv bilan yutib yuborishingiz mumkin. Takrorlab o'tiraman, jenshenning o'sha taxir ta'mi mavjud. Bilishimcha, hali men tatib ko'rmadim. Bu ayollarga tavsiya qilinmagan. Bu aynan erkaklarga, oilali erkaklarga. Qo'pol qilib yoki chapana qilib aytganda, Farg'ona tong otguncha. Sizni qiziqtirib qolsa, marhamat qilib lichkaga yoki Telegram kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu narxi ozroq qimmat bo'lganligi uchun 1 oy yoki 2 oy ichmasligingizni inobatga olgan holda donalab ham kelishamiz. Donalab xarid qilishingiz ham mumkin. O'zingiz ehtiyot qiling. Oilangiz sog'lomligini sizning qo'lingizda.